Va nihoyat bugun men Peterda butun o'zbeklar kirib bo'lgan restoranga oxirgi bo'lib kirdim. Bu restoranga dugona joylar bilan kirgan ma'qulroq ekan. Chunki har seshanba kuni qizlar stoliga 50% chegirma bor ekan. Ishoning, bu restoranni men o'zini hurmat qilganlarning restorani deb atadim. Agar siz Peterda bo'lsangiz, bu restoranga ora-orada kelib, mazza qilib o'tirib ketishingizni tavsiya qilaman. Oktyabr oyida tug'ilgan kunim. Men tug'ilgan kunim uchun aynan mana shu restoranni tanladim. Ovqatlari, salatlari hamda desertchalari ham juda ham shirin ekan. Bir gap aytsam tan oling. O'zbek kafelariga kirsak, narigi stolda o'tirgan odamlar chaqchayib qarab turganligidan ovqatimizni yeganday bo'lmaymiz. Lekin bu restoranda mazza qilib bemalol ovqatlanasiz hamda chiroyli joylarda fotosessiyalar qilasiz. Bugun tug'ilgan kunligi munosabati bilan chiroyli desertchi olib kelib, tug'ilgan kun egasini tabriklab qo'yishdi.